Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'urcha anglab tushunadigan qarindoshlarım, hammanglarningki mushu vaqti va bundan keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq bugungi tadbiriyay sin darslari iymon insonning baxti 18-darsimizda sizlar bilan birlikda o'rganib o'tadiganimiz Qur'on va uningga qilingan muameleni çöğürdigen halda kolumdaki bu iman insanın bəxt saadeti Mustafa İslam oğlu ustazının kitabı Batur Qarxallı qerindişimiz tercüme qilgan. Şunun 3. bab nübüvvet insanın tarihi degan babdan 2. dersimizde birlikte öğünümüz aldığımız saatlik derslerde elçilerge iman, onun dinkin kitapları iman, Kur'an'ın mənbəsi ilahidir degan bu 3 dersini, 3 mavzunu birlikte öğrendik. Bugün kildigan mavzu yine şu Kur'an'ı çöğürdigen halda Kur'an ve onunla tutulgan muamele, Kur'an'a tutulgan natoğra muameleler, nübüvvet ve periştiler degan mezmununu birlikte öğrenimiz inşallah. Kur'an ve onunla tutulgan muamele toğruluk nimelerini birlikte öğrendikimiz qarab çıkaylı. Hayat kitabı boğan Kur'an-ı Kerim bu xüsusiyetinden qandaq məhrum qilindi. Bunun en mühim sebeplerinden birisi kitapını ulug'lab muqaddaslashtirish. Bir narsani real turmushdan siqib chiqarishning ikki yo'li bor. Birincisi onu xar qilib nazardan saqit qilish, tushirish va bu orqali kishilarning zihnidan chiqarib tashlash. İkincisi onu ulug'lab muqaddaslashtirish va bu orqali onu pasib holga keltirish. Ümmet ikinci uslubni loyiq topgan bo'lib, Qur'onni tushunib, real hayotning ichiga elib kirib, canlıq halga keltirishning o'rniga onu muqaddaslaştırıp tekçilerge mahkum qilib qo'ygan. Fakat o'qiladigan kitapqa aylandırgan. Kitapning varaqlarini ulug'lab, hükümlerini dafsandib qilish deb izohlash mumkin bo'lgan bu uslub keyingi mezgillarda Resul yani elçi uchunmi tatbiqlangan bo'lib, suyumlik nabiy ulug'lanib örnek bo'lgan hayatı nazardan saqit qilingan. Bu muameleni tüvendeki misal nahaytımı obdan tushundirib berdi. Bir kumandan armiyaga urush ve ta'lim terbiye planı tayyorlab berdi. Bu planni topshirgan askarlar planni her kuni o'qiydi. O buyruqni altın hal berilgan qog'ozlarga yezib ulug'laydi ve lagerlerinin en egiz joylariga esib qo'ydi. Planning qaltis ekanligini maqtishib yuriydi. Ancha muncha uni suyib bir-biriga sovg'a qilib turishidi. Lekin bu planni tatbiqlamaydi. Plan qanchalik mukammal, to'g'ri ve bu ishning ahli tarafidan tuzilgan bo'lishidan qat'iy nazar qo'shin bu planni tatbiqlamasa, ularning zafer qozonolmaydiganligi hammaga ma'lum. Qur'onni hammadan bek hurmatlaydigan sahobaning muomalasi qandoq edi? Ular Qur'on nozil bo'lganda qog'ozlarga yozatdi va ularni karvatlarining bosh qismiga qo'yatdi. Yada elish uchun alohida kuch sarf qilmaydi. Lekin uningga chin esilatdi. Pat-pat o'qib turatdi. Neticede Kur'an ularning zihnida, hayotida yer olgandek mahkam o'rin olatdi. Sahoba hayotiga tatbiqlab bo'lolmagan oyatni zihniga qo'ymaydi. Bu sababdan Ibn Umar Baqara suresini 8 yilda o'rgangan edi. Çünkü onu 8 yıl tushungan holda hayotiga tatbiqlay olgan edi.
Bu sebepten Resulullah vafat bolganda qarilarning soni chektik edi. Qur'onning hayotga tatbiqlanishining oldidagi eng cho'ng tusoq onun ustida tafakkur qilishning monopol qilinishi edi. Qur'on kishilarni izchil tushunishga, tafakkur qilishga, aql ishlatishga chaqirib tursa-mu, ojiz va to'qilma rivoyatlar orqali insonlar buningdan to'silgan edi. Masalan, Resulullah'a nisbat qilingan bir rivoyatda mundaq deyilgan edi. Allah'ның kitabı haqqida ra'yi bilan söz qilgan bir kishi to'g'ri gap qilgan bo'lsa-mu, xatolashgan bo'ladi. Razin bu rivoyatga mundaq ilova qilib naql qilgan. Kimiki ra'yi bilan gap qilsa xato qilgan bo'ladi, kafir bo'lib ketadi. Buningga o'xshaydigan yana bir rivoyatda kimki Qur'on haqida ra'yi bilan gap qilsa, o'ziga o'tdan yer ayirib qo'ysin deyilgan edi. Bu xil tushuncha keyincha texmi qattiqlashib, qaytadan avom arasiga tarqatilgan bo'lib, Qur'onni tushunishga intilish xuddi cho'ng gunohga sabab bo'lib qoladigandek tuyg'u paydo qilgan edi. Günümüzde bazı nadan insanlarni arkasıga ergeştirvaganlar, ulağa "Sizlar Qur'onni tushunmaysizlar, ezib ketib qolasizlar. Bu cho'ng gunoh. Sizlar faqat ilmi hal o'qinglar" degandek safsatalar bilan kishilarni aldamoqda. Bu orqali kishilarni Qur'onni o'qib tushunib hayotiga tatbiqlashdan yiroqlashtirmoqda. Fakat Arapçasını telaffuz qilishga yuzlandirmoqda. Kitobni yushirishning o'zgacha shakli bo'lgan bu uslub Bani Isroilning yahudilashidagi bir bosqich edi. Qur'on vahiyni yushirishning Allohning la'natiga uchraydigan bir qilmish ekanligidan xabar bermoqda. Qur'onning tunji xitob qilinguchilarining mutlaq ko'p sonligi savotsiz, qaloq, badaviy arablar edi. Allah ularni Qur'on bilan tarbiyalagan va bu insonlar Qur'onni anglab, tushunadigan, hayotiga tatbiqlagan edi. Bu ko'z yumg'uli bo'lmaydigan haqiqatdir. Bu reallikni rad qilish Qur'onning bu mo'jizasini rad qilganlik bo'lib, o'qigan har qanday kishida tushunish qobiliyatiga yarasha tushuncha paydo qilish Qur'onning mo'jizasidir. Qur'onga tutilgan eng yaxshi muomala zihin dunyoimizda kunimizdagi zamonaviy ta'lim tarbiya, axloqiy jihatdan buzilgan davr, chirib ketgan madaniyat, buzg'unchilikqa uchragan an'ana tarafidan ostun ustun qilib etilgan ve burmalangan tushunchalarning hammasini bir yoqqa qayirib qo'yib, xat yozilmagan oppoq qog'ozga o'xshash sap zihniyat bilan Qur'onga yaqinlashishdir. Qur'onni ulug'lab muqaddaslashtirish, uni hayotdan siqib chiqarishning bir metodidir. Onundan başka günümüzde oturga çıkan İslamcı okumuşluklar arasında keng tarqalgan yeni bir uslubmu var. Bu uslubmu o'xshashla yuqoridagi maqsadga xizmat qilmoqda. Biz bu uslubni Qur'on bilan ko'ngilni tasalli topqizish deb ataymiz. Oldingi uslubda Qur'on tushunib o'qilmasdan hayotdan siqib chiqarilgan bo'lsa, keyingi uslubda Qur'on faqat o'qilishga mahkum qilinish orqali hayotning sirtiga ittirilmoqda. Odatda Qur'on ma'no tarjimalari, Türkçe meal deb ataydi, tafsirlari o'qish bilan yillar bo'yi davom qilgan haftalik suhbatlar Qur'onni real hayotning ichiga elib kirishning o'rniga kishilarni behush qiladigan narkozga
aylanıp kalmakta. Bozgunçılıkka uçurgan düşünce ve kalıplar bilen fakat anlaşqa künüp kalgan kişiler hayatidin bir qancha saatini israf qilmoqda. Anlagan söz joyida qilib, suhbatdan ayrilmoqda. Bu zihniyet bilen vahiyga yaqinlashgan kişiler üçün suhbatlar ko'ngilni tasalli topqizadigan vositaga aylanib qolmoqda. Bu uslubning yana bir qadam ilgirlagan shakli bor bo'lib, bu uslubda Qur'on ilmiy jihatdan tadqiqot obyekti qilinmoqda. Ya'ni Qur'ondagi tarix hukmi, Qur'onda Rasululloh, Qur'onda Alloh, Qur'onda iymon hukmi tadqiq qilinadi. Lekin hech kim o'zini Qur'ondan izlashga va tepishga ko'ngil bo'lmaydi. Yuqorida tilg'ilingan temalarni tadqiq qilish uchun musulmon bo'lishning zaruriyati yo'q. Bu ishni g'ayri-muslim mushriklar, yerlik mushriklardan voyaga yetkazib qilmoqda. Lekin qandoq qilganda Qur'on bir kishining hayotiga aylanadi, o'ri tug'an jonliq Qur'onga holga keladi. Mana buni hayoti bilan isbotlaydiganlar ancha chiqmayotidi. Halbuki Resulullah Kur'an'a tutulgan bu muamelerini Nesai Hasan senet bilen nakıl kılgan hadiste red kılgan idi. Kur'an'ı yastıkka aylandırvamanlar. Kur'an'a tutulgan natoğra muamele. Bölüşü mentıkı. Kur'an'a tutulgan natoğru muamellerden birisi Kur'an ayetlerini bölüşüveli şeklinde özünü namayan kılmakta. Bu muamele nahayeti uzun tarihi iyi bulup Hicri 1. asırda oturgu çıkan fırkılar ayetlerini bölüşüp algan idi. Birisi delil kılıp işletken ayetke rakibi kat'i yakınlaşmaydı. Rakiplerinin delili boğan ayetlerini tevil kılattı. Neticede bir muncha ayet şübhülük halga düşüp kalattı. Ularning qatoridan bo'lib qolmagan degan endişi bilan firqalar mark süpütüde işletken ayetlerge başqalar yaqinlashmaydi. Masalan, emri bil ma'ruf nehi anil munkar ayetleri en oldingi qatorga qo'yilgan edi. Havariç deb atılıp kalmaslık veya ki havariç kimliğinin haddidan ziyade selbi tüski igi buluşu ve hükümdarlarının mu bu hakta haddidan ziyade sezgürlük bilen muamele kılış sebebinden köp sandaki sünni alimler bu ayetlerini galiti üsluplar bilen tevil kılgan ve mezkur perizinin üstüne yiyip koygan idi. Bununla İbn Hazim'nin emri bil ma'ruf hakkında Kur'an'a zid bo'lgan, saltanatga moslashgan g'alati muomalesini misal qilishga bo'ladi. Xoslashtirish mantiqi. Oyatlarni zaman, makan va munosabatlik voqealarga xos qilib qo'yish Qur'onni hayotning ichidan chiqarib tashlashning bir uslubi sifatida ishlatilgan. Nefsiga egri keldigan bir hükümge delil bo'lgan ayet xoslashtirilatdi. Tövendeki misal bunun en tipik ifadesi idi. Zeyd bin Vahib bundaq deydi. Abu Zer o joydagi vaqtda onun yeniga bordim. Onundan nima sababdan bu holga tushib qolding deb so'radim. O Şamdagi vaqtimda Muaviye bilan oltin kumush yig'ib onu Allah rızasını közlep sarf qilmaydiganlarga qattiq azap bilen bisharat bergin. Tevbe 34. ayet hakkında münazirleşip kaldık. Muaviye bu ayetning ehli kitap hakkında nazil bo'lganligida ching turib oldi. Men hem ula hem bizning haqqimizni nazil bo'lganligini aytdim. Shuning bilan aramızda da'talash bo'ldi. O Osman'a meni şikayet kıldı. Osman meni Medine'ye qaytishga buyurdu. Medine'ye kelgende kişiler meni ilgirip körüp bakmagandek
etrafımga ulaştı ve men ahvalni Osman'a yetkizdim. O meni Irak'a ketishga buyurdu. Men yalğız kaldım. Meni bu halı koygan sebep mana bu. Eğer bana Habeşistonlik birisi emir kılsa anladım ve itaat kıldım deymen dedi. Ayetlerinin nazil buluş sebeplerini bu ayetni xaslaştırış üçün yeterlilik deb qarash sebeplerinin xasligi hükümlerinin umumiyligiga to'salg'u emas, prinsipiga zid bo'lib qolmasdan nebevi tushunchigimi mas kelmaydi. Resulullah'ın bu vaqtdagi tushunchisi mundaq idi. Allah razı olsun ve aleyküm esselam Batur kardeşim. İbn Mesud'dan nakil kılınışça özüge namahrem boğan bir ayol bilen uçuruşup köngül açkan bir kişi Resulullah'ın yeniga kelip hatalıqını itiraf kıldı. Şunun bilen şüphesiz ki yaxşı işler arkalık yaman işler yuyuludu. Hud 114. ayeti nazil boldu. O kişi ey Resulullah bu ayet men üçün nazil boldu mu dep sorudu. Resulullah ümmetimden o işini kılgan kişilerini öz içige alıdı dedi. Al-İmran suresi 188. ayet mi bu mantıqıga misal bulalaydı. Bukhari ve Müslim'de nakil kılıngan bir rivayette Ebu Said el-Hudri bu ayet münafıklar üçün nazil boldu degan. Bu ayet üçün İbn Abbas ehli kitap hakkında nazil boldu deydi. Bu münazara İbn Hacer'nin dikkatini tartkan boz gerek. O bu iki izahat hakkında hiç kandak bir zitlik yok. Ayet umumidir hem mini öz içige alıdı deydi. Emevi halifesi Mervan Medine valisi boğan vakitte İbn Abbas'ın silanın bu ayet bilen münasibetinler yok. Bu ayet ehli kitap hakkında nazil boldu diyen izahatını nihayet yakturgan bulup Zeyd bin Sabit ve Rafi bin Hudeyci'nin hemimiz bilen münasibetlik ayetinin hükmü umumidir diyen sözge hapı boğan ve red kılgan. Üçüncü usul te'vil mentıqı. Ayetlerini usul ilminin dairesinin halkıp delil ispatsız halde te'vil kılışkı uğrunuşunun üzümü Kur'an'a tutulgan natoğru muamillerden birisidir. Bu hergizmi mutassip selefi mentıqını tavsiye kılganlıkımız emas elbette. Ayetlerinin zahiriyle karab Kur'an köp işletilen temsil, kinaye, oxştiş, qatarlıq stilistiklik vasıtalarını nezerden sakit kılıp kelgen mutaassip selefi mentıqımı yuqoridagi mentıqdan farqsiz. Nima üçündür ki kayfi tevil qilish usuli tarixdan bugunimizgacha eng köp murojaat qilinib kelgan usullardan birisi. Tarixda tevil isim bilan oyatlarning qandoq bo'lmaganligini tuvandagi misollardan texmi yaxshi ko'rib olaymiz. Bir firqaning yetakchisi bo'lgan Abdullah bin Maviyaning tarafdorlari yetakchilarini boshda Nabiy, onundan keyin Rab deb e'lon qildi. Qiyomatni inkor qilib, dunyoning fani emasligini ilgari surdi. Ular iman etgan va salih amal qilganlar saqlansa, yeb ishganlari sabablik bir gunoh bo'lmaydi. Maide 93. ayetini tevil qilib, o'likning go'shi, haraq, cho'shqa go'shi va boshqa haromlarni halol deb qaragan. Xattabiyya deb atalgan firqa hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Al-İmran 145. ayetini Allah'ın her insanga
vahiy qilganligi shaklida ta'vil qilgan. Ahmad bin Habib ismli birisi Ahmad ismli bir elçi haqqida xo'sh xabar beraman. Sab 6. oyat. Oyatda tilga ilingan Ahmadning dal o'zi ekanligiga ta'vil qilgan. Bir firqa sajda 7. oyatini ta'vil qilib, raqib firqalarga mansub xonim qizlarni o'zlariga halol deb qaragan. Bu pozitsiya günümüzde farklı şekilde özünü namoyon qilmoqda bo'lib, Qur'on oyatlarini bilimga tasdiqlatish uchun keraksiz zo'rlashlar va ta'villar elib berilgan. Bu uslubning Qur'on nuqtasidan to'g'ri uslub emasligi ma'lum. Bugun ta'vil yo'li bilan bilimga tasdiqlangan oyatlar kelajakda o ilmi nazariyada o'zgarish bo'lsa, shubhalik holga tushib qoladi. Nasih mantiqi. Bu mantiq tarixda ko'p ishlatilgan va ustida ko'p datalash bo'lgan mantiqdir. Yetkizish, bir taraf qilish, birisini o'chirib, boshqa birisini yezish ma'nosini bildiradigan nasihning bo'lish mumkinligi oyat bilan aniq. Biz texmi yaxshisini yoki o'xshishini keltirmaguncha bir oyatni nasih qilmaymiz. Baqara 106. oyat. Lekin bu oyat ta'vil qilinish orqali tarixda nurg'un Qur'on oyati mansub, ya'ni inobatsiz qilingan edi. Bunun kelib chiqishida ba'zi oyatlar o'ttirisida zidlik bordek his qilishga cho'ng rol o'ynagan. Halbuki mansub qilingan bir muncha oyat vahiy nozil bo'lgan zaman ve makan nazardan saqit qilinmasdan vahiyning tadrijilik prinsipi chiqish qilingan holda tushunilgan vaqtda oyatlar o'ttirisida zidlikning yo'qligini, nasih mansub qilib ko'rsatilgan oyatlarning farqli zaman, makan ve muhitda nozil bo'lganligi, şu muhit ve şart-sharoit ostida oyatning hukmining kuchga ega ekanligini ko'rgili bo'ladi. Nasih masalasida shunda g'alati qarashlar o'ttirib qo'yilgan. Masalan, pazdavi urushga ruxsat qilingan oyatning uningdan ilgari nozil bo'lgan va mu'minlarga sabrni tavsiya qilgan 100 dan ortiq oyatni nasih qilganligini ilgari surgan. Parçalıgıcı mantiq. Tarixda ve günümüzde en köp işletilayotgan bu mantiq oyatlarni o'zi tava bo'lgan bir bütün gavdasidan yulib elib, uni oldi orqasi nozil bo'lish sababi, vaqti, makoni ve muhitini nazardan saqit qilgan holda muomala qilmoqda. Klassik fiqhda ko'p uchraydigan bu uslub oyatlarning ruhi ve şeriatning maqsadini nazardan saqit qilganligi uchun ba'zida salbiy ta'sirlarni paydo qilgan. Zohirchi mantiq. Oyatlarning ruhini nazardan saqit qilib, ko'rinishiga qarab qilingan sharhlar bu mantiqining asarlaridir. Bu mantiq oyatlarning ruhini tushunib yetolmaganlik uchun ba'zida bunun g'alati o'rnaklarini taqlidchi salafi iqimlar keng tarqalgan Arabiston ve Janubi Afrika'da uchratish mumkin. Zohirchi mantiq tarixga bir mazhabga aylanib, Zohiriya deb atalgan. Mashhur Andalusluq hozirgi İspaniya alimi İbn Hazmning ismi bilan atalgan bu fiqh iqimi bu buyruq fiili bilan kelib bir ruxsatni bildirgan, ihramdan chiqqanda shikar qilinglar oyatining zohiriga qarab, ihramdan chiqqandan keyin ovlash fariz deb qaragan. Onundan boshqa Rasulullohning bir hadisining zohiriga qarab, uyqudan uyg'ongan kishining qo'lini yuvishi fariz deyilgan. Rasulullohning
o'ng qo'l bilan yegin so'ziga asosan so'l qo'lda yeb ichish harom deb qaragan. Onundan boshqa Rasulullohdan naql qilingan biringlar junublikdan poklanish uchun yuyinganda turg'un suvga siyib qo'ymsin hadisining zohirini asos qilgan Ibn Hazm agar bir qachiga siyib uni suvga to'kkan bo'lsa hech nima bo'lmaydi. Undaq bo'lmasa harom bo'ladi degan. Qadrli qarindoshlar, tadbiriy darsları iman insanның bəxt saadeti degan bu darsning 18-de qolumuzdaki bu iman insanның bəxt saadeti Ustaz Mustafa İslamoğlu'nun kitabını Uyg'urcha tarjima qilgan Batur Qaraxalli qarindishimizning ajri bilan sizlar bilan birlikda o'rganyapmiz. Endi mazmun 3-bobdan nubuvat va farishtalar degan mazmunni birlikda o'rganamiz, jinim do'stlar. Nubuvat va farishtalar. Farishtalarga iman elchi, ya'ni rasullarga imanning shartidir. Chunki farishtalar alimi lahut, ya'ni g'aybi alimi bilan alemi shuhud, şahitlik alimi, ya'ni fani dunyoni bir-biriga bog'laydigan ko'rikdir. Allah insan münasibeti farishtalar orqali vujudga chiqadi. Bu sababdan farishtalarga iman tavhidning muhim bir parchasidir. Farishtalarga iman bilan Allohga iman o'ttirisida mohiyat jihatdan o'xshashlik bor. Ya'ni farishtalarmo g'aybdir. Kainatni öz qudrati bilan boshqarib turgan Janobi Allohning navkarlari bo'lgan farishtalar yaratilishdan suzuk, ko'rinmaydigan mahluqlardir. Ularning mohiyatini Allah eng yaxshi biladi. Biz faqat Allah bizga qanchalik bildirgan bo'lsa, shunchalik bilamiz. Qur'oniy hukmlarni zamonaviy bilimlar bilan birlashtirmoqchi bo'lgan ba'zi kishilar farishtalarni yuqori energiyalik molekulalar deb izohlamoqda. Bu xil izohatlar g'ayb olamini fani olamning tushunchalar bilan izohlashdan boshqa narsa emas. Bu xil izohatlar uchun faqat o'zgacha tushuntirish deyishga bo'ladi, xolos. Gerçi farishtalar angliq maxluq bo'lsa-mu, ammo insonga o'xshash irodelik mavjudiyat emas. Bu bir haqiqat. Ularning taqdiri insonga o'xshash tanlash emas, aksicha itoatdir. Bu sababdan farishtalarga mukofot yoki jazo yo'q. Farishtalar o'zlariga berilgan ilohiy vazifani ado qilish uchun yaratilgan mahluqlardir. Farishtalarning mavjudligi Allohning xalloq, izchil va ko'plab yaratquchi bo'lishining taqozzosidir. Allah hayat ve mamatga başka işlerde körülgendek farishtalar orqali mudohala qiladi. Bu mudohala ko'pincha o'zgarmas yaratish bilan munosibatsiz bo'lib, o'zgarishchan yaratish bilan munosibatlik. Farishtalar ba'zida Lut qavmida ko'rilgandek Allohning jalol sifatining bir tajallisi bo'lib, azob uchun tushdi. Koinotning hokimi, boshqaruvchisi, parvish qilg'uvchisi, himoya qilg'uvchisining Allah ekanligiga ishonib, onun qo'shini bo'lgan va ko'p taraflama ixtiyorga ega farishtalarga ishonmaslik mantiq jihatdan to'limo kulkilikdir. Melek, ya'ni farishta kelimasi ve varianti Qur'onda 93 qatim tilga ilinadi. Bulardan 13 o'rinda birlik, 2 o'rinda ikkilik ve 78 o'rinda ko'plik shaklida ishlatilgan. Bulardan 3 o'rindan boshqa joylarda iman asoslaridan biri sifatida tilga ilinmagan. Bu 3 oyatdan ikkisida iman bilan, birisida kufr bilan munosabatli holda tilga ilingan. Yaxshi amal Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitoblarga va elchilarga ishonish.
Bakara 177 ayet. Hemmisi Allah'a, periştelerge, kitaplara ve elçilerge iman etti. Bakara 285. İman etqanlar Allah'a, elçisiga ve onunla nazil kılgan kitapka iman ettinglar. Kim ki Allah'ın periştelerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar kıldıkken o qattiq azgan buludu. Yani imanın 5 şartı müşerin çıkıdı kadarlı kırımdaşlar. Kimi ki Allah'ın periştelerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar kılırken qattiq azgan buludu depti. Nisa 136. ayet. Bunundan başka Kur'an'da periştelerini hem Allah'a hem insanga secde, hürmet ve tazim kılışqa davet kılıngan ayetler var. Allah'a işengen ve bu davaga üzünü atığanlarga Allah'ın gayb güçleri bilen yardım kıldıqanlığını biliş, gayb ki imanның kişiye bəxş etken mükafatıdır. Mana bu gayb güçlerinin içinde perişteler en aldınqı urunda durdu. Periştelerinin insanların vekili boğan Hazreti Adem'e secde kılışı, aslında onunla pöylengen, yaratılmagan ruhqa secde kılışı bulup, ular insanın güçü süngü ya secde kılmagan idi. Çünkü Allah özüdün pöylegen o ruhta mutlak iradedin, mutlak kudrettin, mutlak andin, mutlak senettin, mutlak körüş, anlaş, biliş, yaratıştan bir parçadır. Bu sebepten perişteler Adem'e ruh pöylengendinkin secde kılgan idi. Men onu tuluk yaratıp ruhimden pöylegen çağda onunla secde kıldı. Hicr 29 saat 72. ayet. Çünkü perişteler özlerinde bolmagan bir nersige secde kıldı. O bolsumu ruh idi. Eğer ularda ruh bolgan boz idi, ularning takdirimi mutlak itaat kılış emas, aksice tallaş, ikisinin birisinin tallaş bulattı. Perişteler insandan başka barlık məxluqlar bilen ortaq takdirge ige. Lekin insanlar ondaq emas. İnsan meyli yuqori mertebege erişsin yoki töven urunga tushib qalsin, bunun bilen teng derece turdigan məxluq yok. Endi perişteler secde kılgan insan ve insaniyetinin en yuqori pellisi bilen tonuşup çıkaylı. Kadirli kırındaşlar, endi ülgülük makam, nubuvvet diyen mezmununu birlikte ügünümüz, vaktimiz 33 minut boptu. Yani imanınki Kur'an bilen boğan, yani iman etken Müslümanlarının Kur'an'ı tutkan muamelelerini bir kata köydek, emdi ülgülük makam, nubuvvet diyen mevzunu birlikte ügünümüz. İnsan yaşaş üçün başkalarının mevcutluğuna muhtaç. Fakat yaşaşı üçünla emes. Dünyaya kelişi üçün mu başkalarına muhtaç. Her insan en başta perzent, kin, ata, ana, aile bulup yaşaydı. Bu ailenin dairesini kengaytken vaktimizde bir cemiyet, millet, hatta ümmetkiçe tutuşudu. Bu zincirsiman halkılarının işlediği yer algan her halkının astideki yoki üstüdeki halkı bilen boğan münasebetini belgileydiğin kaide, prinsiplarının buluşu zürür.
Agar bunda qoida prinsiplar bo'lmasa, malamanchilik, boshboshdoqlik bosh ko'tardi va kishilar bir-birining haqqiga tajovuz qiladi. Chunki inson yaratilishidanla xiris, tama, mal-mulk yaxshi ko'rish, to'xtamay yig'ishga o'xshash ojizliklari bilan qo'shib yaratilgan. Bu ojizliklar kishilar orasida dushmanlikning paydo bo'lishiga, ijtimoiy tartib va intizomning buzilishiga sabab bo'ladi. Bu xil masalalarning o'ttirg'i chiqishining oldini olish va ijtimoiy muqimlikni saqlash uchun adolatning barpo qilinishi shart. Ondaqda ijtimoiy muqimlik va xotirjamlikning kapolati bo'lgan adolatni barpo qiladigan qonun nizomlarni kim belgilaydi? Bu savolga Rasul, faylasuf, uqumishliqlar, palani majlis, palani dahi degandek javoblar berilishi mumkin. Bu javoblar o'ttirisida mahiyet jihatdan hech qanday bir farq yo'q. Chunki bu javoblar ijtimoiy adolatning o'lchimini belgilash haqqi insonga berilganligi chiqib turdi. Bu inson meyli payg'ambar bo'lsin yoki faylasuf bo'lsin, mahiyet jihatdan bir farq yo'q, hammasi inson. Agar ijtimoiy adolatning o'lchimini insonlar belgilasa qandoq bo'ladi? Buning javobi nihoyat aniq. Birinchidan, o kishining yoki avomning shaxsiy va umumiy ojizliklarining hammasini o'z ichiga olgan orzusi, boshqa kishilar bo'ysunishga majbur bo'lgan qonunga aylanib qoladi. Ikkinchidan, bu o'lchamni belgilaguvchi, boshqalarni boshqaruvchi, ularga hukm qilguvchi salohiyatiga ega bo'ladi. Uchinchidan, qanchalik yaxshi niyatli bo'lishining qat'iy nazar, normal ahvolda bu belgilamelarni uni tuzguchilar ijro qilg'ili bo'lmaydi. To'rtinchidan, har qanday bir inson mutlaq ma'noda adolat o'lchimini belgilanmaydi. Kamtuk va o'ziga yetarlik bo'lolmagan insonning buningga chami yetmaydi. Beshinchidan, bu o'lchamga bo'ysunguchilar ichidan texmi kuchlik va mushtumzo'r birisi chiqib, bu o'lchamni rad qilishi va uni belgilaguvchini jazolashi mumkin. Mana bu sababdan bu belgilemelerni shundoq birisi qo'yish kerakki, hech kim onunga itiraz qilolmasligi kerak. Onu yaratılganlar işidan izlash hamoqatlikdir. Chunki belgilemeni tuzguchi onun rioya qilishi kerak bo'lganlardan texmi kuchli bo'lishi, rioya qilganlarni mukofotlab, qarshi chiqqanlarni jazolaydigan kuch ve kudreti üstün, hatalaşmaydigan, mutlak ma'noda adil, her şeyini öz o'rniga qo'yadigan, her qandaq nuqson ve acizlikten xoli birisi bo'lishi kerak. Mana bu zat Allah'tan başqasi emas. Allah insanlar arasında mutlak adaletning ro'yobga chiqishi insonning dunyo ve ahirette saadetki eriş üçün belgilegen özgermez ilahi kıymetlerini nübüvvet makamının əzaları boğan elçiler arkalık insanları yetküzüdü. Allah özgermez ilahi kıymetlerinin bir bütün gevdisi boğan vehini Allah'tan elip onun halifeleri boğan insanları yetküzgen nebilerinin elçi işkerlikini, rastçıl ve dürüst işkerlikini ispatlaş üçün bir kısım möcüzlerini yaratıdı. İnsaniyet vehini elçisiz alsa qandaq buludu? Düşençisi ve kalbi bozulgan, burmunu ketkenlikten vehinin əsli haleti bozgunçuluğu uçuruşu.
Her kişi onu özü belgilige bilgençi şerhilep özüge xas bir din peyda kılışı mümkün idi. Hemmeden muhimi dinning g'oyasi bo'lgan nizam ve intizam barpo bo'lishning aksicha her tarafni malmanchilik qoplaydi. İbadet ve ictimai münasebetlerin tatbiq qilinishi uchun bir kişinin ölgülü şekilde yaşap kişilerge örnek buluşu kerak. Endi şu örnek olan usvetun hasana, yaxshi ölge, yani güzel ölge degan mevzuni birlikte ügünüp ötmekçi to kadarlı kırındaşlar. Yani 40 minut oldu. Bunu biz yeni bir saatlik dersimizde ümmet duş kelgen mesele Resulsiz kılıştır. Onun için insan elçimi ya ki perişte elçimi degan mezmun bilen birge koşup ügüneyli canım dostlar. Onda olsa bugünkü tedbiriyay dersleri iman insanın baxit saadeti degan dersden Kur'an ve onu tutulgan muameleler hakkında birlikte ügengen mezmun muşunçilek oldu. Kiler saati köreşkiçi aman bulunlar. Eğer bu kitapni okuyup desenglar, Tor kitap deb Uygurca yazsanglar Facebook'ta aldığınız bir grup çıkıdı. Aşağıdan düşürüp okusanglar mı buludu kadirli kırımdaşlar. Ya komusu bizge desenglar, biz sizlerge çıkımlarını çıkarsanlar ibatip bersek mi buludu. Allah'ın özü amanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.